Akalar, assalomu alaykum. Andijon avtomobil bozoridan Cobalt'larda mana syomkasini boshladik. Bu Cobalt'imiz 2023-yilgi kraskalari toza. Ko'ringlarchi. Akalar, hatto gaz ham qo'yilmagan ekan mashinaga. Xohlasanglar propan, xohlasanglar metan qo'yib olasizlar. Mashina 4-pozitsiya. Xo'p, mashinaning umuman kraskasi yo'q, petnosi ham yo'q. Balon holatlari yaxshi. Yumshoq balon qo'yib qo'yilgan ekan akalar. Qo'liga yo'q, ko'ri tashab qo'yilgan. Chexoli ham o'zingizlar chiroyli qilib chexol qo'ydirib olasizlar. 31 ming yurgan. Smartfon qo'yib qo'yilgan. Bu smartfon chiqmagan ekan bunga. Shunaqa holatdagi mashina akalar. Smartfon ham mana. Xo'p. Yangi mashina akalar. Yurmagan. Orqa holatlari. O'zicha hamma narsasini ko'rsatisham shart emas, yangi mashina. Aka, Tolp aka, nech pul qo'yamiz buni aka? Buni 11200 kamini qilib beramiz. 11200 kami bor. Asakani mashinasi variantga chiqmaydi? Chiqaradi, bir 7-8 ming puli bo'lsa 1-2 oyga beraveramiz. 7-8 ming pulingiz bo'lsa 1-2 oyga variantga chiqaverar ekan akalar. Xo'p, telefon nomeringizni ayting aka. 94lik 431 2002. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib, mashinaning ustida pul sanaverasizlar akalar. Akalar, 2022-yilgi Cobalt ko'ringlarchi. Xudo xolasa bundan keyin yili eskiroq Cobaltlarni ham ko'rsatishda davom etamiz. Xo'p, buni kraskalari qanday? Kraskalari toza. Xo'p. Mashina benzinda ekan aka? Mashina benzinda, abezlari bor, konditsionerlari bor akalar. Dehqonchilikmi aka mashina? Dehqonchilik mashina ekan eng muhimi. Xo'p. Xo'p, 4-pozitsiya akalar. 88 ming yurgan mashina. Poliga yo'q, 3D ko'ri tashab qo'yilgan. Kapotini ochib qo'ying aka. Kalta o'zidan yo'q ekan mashinada. Dehqonchilik mashina aka. Orqa holatlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Zapaskalari hali tushmagan degan umiddaman akalar. Ozgina qilgan mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib qo'ying jiga. Xo'p, buni narxini aytamiz hozir. Maksimalniy barakaga yaqin qilib narx aytasiz. Maksimalniy barakaga yaqin qilib narx ayting aka. 10700 aytasan kamini qilib beraman. 10700 kam bor. Variantga chiqmaydi aka? Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 90lik 145 7202. 7202. Aloqaga chiqarasizlar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar. Akalar, mana Cobalt'da yili eskiroqdan so'radinglar. Mana yili eskiroqdan topib qo'ydim. 2013 kraskasi mana shu kapotda bor ekan, qolgan joyi toza. Endi hali chaqalari bor. Chaqa chuqalari bor ekan. 1-pozitsiya, abezlari yo'q bo'ladi, konditsioneri yo'q bo'ladi akalar. Motor holatlari yaxshimi aka? Yaxshi. Rasxoti yo'q. Yo'q. Hadovoylari ham yaxshi. 3-paketli gazlari bor. Hadovoylari ham yaxshi deb aytib o'tyapti. Sekin qo'yavering aka. 370 ming yurgan. 370 ming yurgan. Balon holatlarini mana ko'ringlar akalar. Orqada spoilerlari bor. Hozir aka meni orqamdan yuribdi. Qanaqa mashina ko'rsam mashina. O yarım deb turibdi. 9 ga o'tib beraman dedim, uni hozir o'toldilar. Ha? O yarım o aytdi. Dik odam bo'lsak, o yarım desam, o yarım ekan. Qochib ketyapsiz-da, ha? Mana ko'ryapsizlarmi akalar? Asha uchun barakaga yaqin qilib narx aytinglar deydi. Sal yapishasiz aka? Ashunda. Poliga bor, chexoli bor ekan. Kapotni ochaylik, knopkasi bor ekan, yaxshi. 10,5 ming baho aytyapti deydi. 9,5 ming sizga mana shunaqa dedi. Deyapti ana akamiz. Qarang akalar. Bu deysizlar, biz ham endi rolimiz katta.
Aka siz ham barakaga yaqin qilib narx aytsangiz, xudo xolasa sotilishi yaxshi bo'ladi. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka? Dehqonchilik mashina. Barakaga yaqin qilib, o'zingiz ham qiynalmay, oluvchi ham qiynalmas aka. Misol uchun pulga zariqib, misol bitta hamda olib sotarga sotsangiz ham arzon sotasiz-da. Iloji yo'q. Endi dehqonga sal bo'ladiganroq qilib aytaylik aka. 7 bekami bor-da, kelishtirib beramiz-da. Uni jaliga daqa qilib ushlab, men turib olmaymiz. Endi kami endi olarmonni bir yo'li kam. Endi u haliga men manaqa deb bersam, endi u hali silishkim yerga urilib ketgan bo'ladi. Ha, yo'q, deganim bir yo'l hali 1-200 dollar raziyasi bilan aytsangiz yaxshi bo'larmikin deyman-da. Hali ha deb sizga ham boshingiz ortmaydi-da. Men ham obunachilarimga aytaman-da. 6,5 ga berib beraman. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 357 357 74 74 89. 89. Aloqaga chiqaverasizlar, kimgadir qiziq bo'lsa, dehqonchilik Cobalt'ni chiroyli narxda topib qo'ydim. Aloqaga chiqaverasizlar. Akalar 2016-yilgi Cobalt ko'ringlarchi. Yili o'rtacha, ja unaqa eski ham emas, ja unaqa yangi ham emas. 2016. Kraskalari qanday aka buni? Toza. Kraskalari toza. Metan gazlari bor, 3-pakana, yana abezlari bor. Pozitsiyasi 2 mi? 2. Ikkinchi pozitsiya akalar. Xo'p, kansenalar ishlaydimi aka, yoz kelyapti. Hamma yo'q ishlaydi. Yurgani 157 ming ekan akalar. Balon holatlari ham yangi yaxshi, o'rtachadan yaxshiroq ekan. Ja, yangimi devarsam bo'lmas, aka. Xo'p. Poligi bor, chexoli yo'q akalar. 157 ming yurgan, smartfonlari bor. Xo'p. Yaxshi chekolatlari. Dokumentlarni ham bor. Ana nomerlarga telefon qilaver. Hamma yo'g'i joyida deb aytib o'tyapti. Orqada spoilerlari bor. Akalar, mana shuni chiroyli narxda gaplashib bersam, bitta telefon qilib baraka qilasizlarmi? Zapas balonini qo'shib berasizmi aka? Zapas balonini? Yo'q ekan u, zapas baloni. Buni baloni teshilmaydiganidan nimaga joylab. Teshilmaydi. Kelavering aka, bo'pti, bir ma'lumotini berib qo'yaylik, bo'pti, o'zim boraman. Ayting. Mana ayo. Aka, buni barakaga yaqin qilib narx aytsangiz, o'zingiz ham qilolmaysiz, oluvchi ham qilolmaydi. Bizning kanalda nomi yanada arzon degan kanal. 2016 8 mingga berasiz. Bitta barakaga yaqinroq qilib ayting. Sen ko'rsin. Beradi. Oxiri 8. Oxiri 8 mi? Bundan kam yo'qmi aka? 78 ga bermadik. 78 ga berilmabdi akalar. Xo'p. Telefon nomeringiz? Mana ikki nomerli telefon qilaman mana. Xo'p, 95lik akalar 011 89 89. 272 08. Kodichi? Kodichi? 97. 97lik 272 08 09. Shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa. Akalar, mana yana 2014-yilgi Cobalt ko'ringlarchi, bu ham dehqonchilik mashina ekan akalar. Ikkinchi pozitsiya. Yo'q, birinchi pozitsiya ekan akalar, adashib qo'ydim, uzr. Xo'p, propan balon, propan gazlari bor. Kondisioner bor. Aka, bu qanaqa pozitsiyasi? 2 yevro, ha? Abezi yo'q ekanda. Xo'p, kondisionerlari bor ekan. Ikkinchi pozitsiya deb to'g'ri aytibman. Kraskalari toza ekan mashina akalar. Balon holatlari yaxshi. Shumkalari bor mashinani. Eshikda shumkalari bor. Trikori tashab qo'yilgan, chexoli bor, 258 ming yurgan. Orqada kolonkalari bor akalar. Dehqonchilik mashina akalar. Xudo xolasa buni ham barakaga yaqin qilib aytamiz narxini. Sizlar bob qilib 2014 ekan aka yili. Xo'p. Mana akalar mashinaning holati, aptechkalari bor. Akalar, aptechkasi 2 tero ekan. Orqasini ocha olmadim. Tayda yana bitta haliginaqa ko'rigi bor ekan. Xo'p, aka, buni barakaga yaqin qilib narx aytsiz, o'zingiz ham qilolmaysiz, oluvchi ham qilolmaydi aka. 7300 deyapmiz, o'tib beramiz. 7300. Birinchi marta bozorga chiqishmi? Ha. Birinchi marta chiqish. O'zimizda qanchalik?
Dehqonchilik mashina akalar. Xo'p, kimgadir qiziq bo'lsa kelib, velosiped tegan joyi bor ekan. Kirashga tekkizilgan bu yerga. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 90lik 023 0200. Kelib, mashinani ustida savdo qilsanglar, xudo xolasa dehqonchilik ekan. Dehqon akalarga chiroyli narx taqib berasiz aka. Biz kanal nomi yanada arzon degan kanal. Xo'p, aka, salomat bo'ling. Akalar, Cobalt yana bitta dehqondan topib qo'ydim. Yili 2023 ekan. Dehqonchilik mashina. 4-pozitsiyami aka? 4-pozitsiya kraskalari qanday? Faqat nimasi bor? Pastki. Safachoymi? Qani ko'rsatib qo'ying aka, ko'rsat deydi. Hala. Nechta kraskasi bor? Xo'p, qo'ygan joyi toza aka. Xo'p, 3-paketli metan gazlari bor. Ichki holatlari bor. Ichki holatlarni ko'rsatyapmiz. Xo'p, mashinani motorlari yaxshi chiroyli turibdi akalar. Balon holatlari yaxshi. Qoshlari bor, chiroyli mana uchirib turibdi. Xo'p, akalar, poliga bor, chexoli bor. 77 ming yurgan mashina. Xo'p, video registratorlari bor. Antiradari ham bor ekan. Antiradari ham qo'shiladimi aka? Hamma yo'q beriladi. Zapasga tushmagan. Ha, orqasini ochib qo'ying. Zapas balonlari tushmagan ekan akalar. 20 uch. Xo'p. Mana tomonni ham avariya bo'lgan joyini ham eshigini ochib ko'rsatib qo'ying akalar. Ko'yninglar bo'lmayapti, shuni sezib turibman. Tagidami aka? Ichiga ham o'tmagan ekan-da, znashda. Betonga shilinib qolgan ekan. Xo'p, aka. 23 bu? Banki bormi aka buni? Naqd pulga yechib beramiz. Naqd pulga yechib berilaver aka. Naqd Davom pulga. etaman desa, bankka davom etaveradi. 4 ming so'mdan oyiga. Xo'p, naqd pulga necha pul aka? Barakaga yaqin qilib ayt. 10500. 10500. Ichib o'tib beramiz. Xo'p, telefon nomeringiz? Mana 93lik 632 0086. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Banklari ham bor ekan. Telefon qilib o'zingizlar kelishaverasizlar bu yoqdan. Akalar, 2016-yilgi Cobalt ko'ringlarchi. Xo'p, kraskalari. Krilo kapotda kraskalari bor. Xo'p. Yurgani qancha buni? 249 ming yurgan. 1 euro. Abezi bor, konditsioneri bor. Bo'mi? Ha, metangazga. 1 euro, konditsioneri yo'q. Nimaga euroga Yevropaga chiqib turib konditsioner chiqmagan? Bunga hayron qolaveraman. Balon holatlarni issiq uradi. Xo'p. Chexoli bor akalar. Yurganini mana ko'rsatib o'tamiz. Orqada kalonkalar bor. Kalonkani ham o'rnatishda yaxshi o'rnatgan ekan. Xo'p, 3D kore tashab qo'yilgan. Orqada spoilerlari bor. Stop, orqa stoplari ham chiroyli holatda. Xo'p aka, buni necha pul qilamiz? Barakaga yaqin qilib narx ayting aka. Bir xalq mazza qilsin. Sotishmi aytaymi yo narx aytaymi? Sotishingizni aytavering aka. Uni oxiri 6,5 ga beramiz. Oxiri 6,5 ga berilar ekan. Telefon nomeringiz variantga chiqami? Picha yetmay qolsa kelishamiz. Bo'ldi. Picha yetmay qolsa kelishar ekan akalar. Telefon nomeringiz? Telefon nomerim 93lik 760 94. 94. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'p. Nexi 3 olmayapman. Damasiz olaman. Cobalt necha yili? 22.99 ming yurgan. Yumshoq baloni bor, mashina toza. Kapotni ochib qo'ying qori. Xo'p. Metan gazlari bor. Abezlari bor. Xo'p, mashina pozitsiyasi necha aka? 4. 4-pozitsiya akalar. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Follow qiling, like bosib qo'ying akalarim deb qo'ying.
Hey, yat ketdingiz, qizarib ketgan. Qaching. Xo'p, poligi bor, chexoli bor, bo'pti o'tiravering. 99 ming yurgan mashina. Olmayapsiz sak. Xo'p, bu ham yangi mashina ekan, akalar. Orqa holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bu ham variantga kelishlar bo'ladi. Aka, bu variantga qanchaga chiqadi? Qancha puli bo'lsa? 5-6 ming pulilar bo'lsa variantga kelishaveradi. Kelishinaveradi. Naqd pulga arzon aytingchi qani aka? Pulga 10.200 dollarga beramiz. Bomba bo'ldi. 10.200 ga berar ekan akamiz. Naqd pulga bo'lsa. Bo'ldi, telefon nomeringiz. 94 94 103 2386. 103 27 86 23 86 ekan. Qana mashina? Faqat Ko'p. qo'yaman deyapsiz. Bo'ldi. Qarang, Messi ma'lumotlarni Yo, Nexus video syomka qilganim yo'qda, qilsam qo'yaveraman aka. 24-26 ming yurgan gazi, poliga yumshoq baloni bor. 24-26 ming yurgan gazi yumshoq baloni bor ekan. Kraskalari top-toza. Xo'p. Baloni ham o'ta ham boshqachamikan aka? Archa balonmi? Yumshoq eng qimmat balondan deb maqtayapti akalar. Xo'p, nomi nima ekan buni? Xo'p, aka buni hamma yo'g'i zo'r ekan. Nech pul narxi? 11,5 ming beraveraman. 11,5 mingga berilar ekan. Keling aka, nomeringizni ham aytib qo'ying aka. 99 174 0502. Variantgachi.